kelganimizda rahbariyat tomonidan yo'riqnomalar beriladi. Yo'riqnomada kun tartibi bo'yicha qilinadigan ishlar ko'rsatma olingandan so'ng o'sha ko'rsatmada fuqarolar bilan xushmuomalada, transport haydovchilari bilan ham yaxshi xushmuomalada bo'lib, qoidabuzarligini to'g'ri tushuntirib, o'sha holatlarda boshqa takrorlanmasligi, shunaqa holat oldini olish maqsadida hamma ko'rsatmalar beriladi. O'sha bo'yicha ish faoliyatimizni boshlaymiz. Hozirgi paytda rahbariyat tomonidan hamma sharoitlar yaratilgan. Transportlar, o'zimizga alohida jihozlangan transportlar bilan ta'minlangan. Ish sharoitimiz, ishxona hammasi sharoitlar yaratib berilgan. O'zimizni ustimizda ishlashga hamma sharoit qulayliklar qilingan, kompyuterlar hamma yo'q. Nimaiki inson bizga zarurat bo'lsa, qilib berilgan. Maqsad shu transport sohasini rivojlanishiga o'zimizning hissamizni qo'shish, o'sha sohani rivojlantirib, jamiyatga, xalqimizga shu sohada o'zimizni hissamizni, foydamizni tegish maqsadida ishlayapmiz. Bo'sh vaqtlarda shunaqa o'zimizning soha bo'yicha yangi chiqqan qonun, qarorlar bo'yicha keyin badiiy adabiyotlar, jahon adabiyotlari o'shalar bo'yicha o'qiymiz. Bizda konkurslar bo'lib turadi, kitobxonlik masalasida, sport sohasi bo'yicha. O'tgan yili 2025-yilda yilning eng yaxshi xodimi tanlovida qatnashganman. Faxrli birinchi o'rinda olganman. Yana bu yil ham xudo xolasa eng ko'p kitob o'qigan inspektor tanlovi bo'lyapti hozir. Xudo xolasa unga ham inshaalloh harakat qilamiz. Sportda o'zi shug'ullansa, sog'liq uchun, farzandlari, kelajagi, o'zini ishga bo'lgan ishtiyoqi uyg'onadi, sport bilan shug'ullansa, sog'lom bo'ladi. Kitobxonlik. Fuqarolar bilan gaplashayotganda ko'proq kitob o'qisa, muomala madaniyati. Kitobda o'qiysiz, o'sha fikrlash doira kengayadi. Fuqarolar bilan gaplashayotganda ham kimga qanaqa munosabatda bo'lish. Biz haydovchilarni ko'rib turib, uni xarakterini bilishimiz kerak, unga qanaqa munosabatda bo'lish kerak. O'shaning uchun psixologik tomondan ham kitoblarni o'qib turish kerak.